alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan Nabrejiy Chili Nijikams yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftasiga 3 kun seshanba, juma, shanba kunlar soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksar, Nijinogorod yo'nalishlari bo'yicha esa qonuniy reyslar Primoy Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha yetib boradi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan reyslarimiz amalga oshiriladi. Agar sizga ham ishonchli narxlarda ishonchli biletlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn bron qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol ekrandagi ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni bron qildirsangiz bo'ladi. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, sayratchik moslamalari, qishni yozda ishlaydigan konditsionerlar, Wi-Fi, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga aloqaga chiqing, joylaringizni onlayn bron qilib, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook kanallaridan ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang, keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.